بىزنىڭ ناخشىمىز Torontoda Yangraqchi Aptori سەھەر. Bu yıl 8 iyun günü Kanadadaki közge görüngen medeniyet merkezlerinin biri boğan Nur Medeniyet Merkezi bilen Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti birlikte çoğun kölemlik Kanada Uyghur Xeyr Sahavet Sanat Keçilik ötküzmekçi. Biletler setilmaqda. 500 kişilik bu zalның bileti Nur Medeniyet Merkezi'nin tor beti tarafından torda Uygurlar tarafından bevosita setilishga başladı. Kanada tarixidagi bu tunji navbatlik san'at kechiligining muvaffaqiyatlik bo'lishi uchun Torontoda yashayotgan san'atkorlar, yozuvchilar, chalg'uvchilar, sahna, chiroq va boshqa texnik mulozimat ahlilari baş qo'shib Uyg'ur madaniyat saqlash WhatsApp gruppasi qurib chiqdi. Torontoga bir qadar yaqin bo'lgan Montreal, Windsor, London qatorliq shaharlarda biletning setilish ahvoli nihoyat yaxshi. Uyg'ur qarindoshlar bas-bas bilan setib olmoqda. Kanadadagi boshqa chet elliklarga qarta tashviqotni Nur Madaniyat Markazi ustiga oldi. Kanadada yashaydigan Uyg'urlar tunji qatim chet ellik tomoshabinlar bilan yonma-yon o'ltirib, saltanatlik Uyg'ur san'atidan huzur oladi. Xitoy tarafidan yo'qotilishdek bir xatarga duch kelgan. Ammo ko'p xil madaniyatlarni xuddi bog'ichida ichilgan rang-rang gullar deb qadrlaydigan Kanadada Uyg'ur madaniyat san'atning qadr-qimmatini biladigan kishilar tarafidan qadrlanib, Kanadaning har xil o'zgacha gullar puroq chachqan madaniyat bog'chisiga avaylab ko'chirilmoqda. 8 iyun o'tkaziladigan Kanada Uyg'ur xayr saxovat san'at kechiligiga Sanabar Tursun kelolmaydi. Ammo uning kuy va mo'nglarini ilib Angliyaning London shahridan Rahima Mahmud xonim keladi. Telefonlarimizni javobsiz qoldirishga majbur bo'layotgan vatanimiz Sharq Turkistondagi so'yimlik onalarimiz, och singillarimiz kelolmaydi. Ammo javobsiz qolgan telefonni ilib Aziz Aysa Alkun keladi. Aptori heyt kelolmaydi. Zoir Shoh kelolmaydi. Ammo vatan tuproqlariga eng yaqin joy, vatanning bo'sog'isidan vatan hidlarini ilib Soniya Ismoilova keladi. Men bu kechilikni xiyolimda Uyg'urlarning o'lmas naqshisi ko'p qatim kollektiv va yolg'iz o'rinlanib kelayotganiga qaramay, biz qonmay anglab kelayotgan bizning naqshimizning Torontoda o'rinlanishi deb tasavvur qildim. Bizning naqshimizning yuraklarni titirtadigan ajoyib fasohatlik avji bor. Ya'ni mundoq.
Şundaq, peshqadam san'atkorlarimiz naxshimizni jahonga anglatish haqida xitob qilyotidi. Xuddi Uyg'urlarning beshiga bugünkidek qabohatli keladiganligini oldin bilgandek. Ular naxshimizni, san'atimizni, shundaqla madaniyatimizni jahonga anglatishning zarurligini, bu anglatishning Uyg'ur xalqini bu qabohatdan qutuldirishda bir umid nuri bo'lib qoladiganligidan aslida allaburun bishorat bergan ekan. Torontoda qo'lni qo'lga tutishib bizning naxshimizni, ya'ni Uyg'urning naxsini jahonga anglatayli. Bizning naxshimizni namoyish qilayli. Uni bir naxshi inqilobiga aylantirayli. Bu bizning Xitoy ilib kelgan qabohatlik reallikdan qutulishdiki bir umid nurimiz bo'lib qolsa ajab emas. Xuddi Estoniya, Latviya va Livaniyalar naxshi inqilobi qilib mustaqil bo'lgandek. Nima? Vatanda zulm ig'ir naxshi etolmayman da'vatamsiz? Uyg'ur xalqi o'limladimi qo'shoq etib yig'laydigan. Naxshi qo'shoqlarini hayotning har bir minutlarga cho'nqur singdirib o'tgan xalq. Onamning aytib berishicha, Atish xalq naxshisi Rozalam, aslida Rozalam ismli kichikkina Atish qizining onasi tarafidan uning o'limida to'qilgan qo'shoq ekan. Uyg'ur xalqi beshiga kelgan har tarixiy davrlardagi zulmatlarni, o'lmas naxshilarni yangritib, yengib kelgan bir millat. Eli xalq naxshilardan qapqara qo'y ko'zligim, hashar naxshisi, harvikash naxshisi, vanxulu qatorliqlar bir qarsa naxshidak ko'ringani bilan uning xuddi atom bombasida kuchli tekislari va mung'lari bor. Uyg'ur xalqining har qaysi yurt naxshilariga tarixi va kechmishi singib ketgan bo'lib, xuddi namoyishlardagi shuarlarga o'xshaydi. Bir millatni tashkil qilg'uchi gavda shu millatning tili, diniy e'tiqodi va madaniyat san'ati bo'lib, madaniyat san'atni inkor qilish shu millatning gavdasidagi ma'lum bir qismini kesib tashlayotganga o'xshaydi. Qani do'stim, surib davron, jahonga yangrat naxshangni. Bizning naxshimizning avjini Torontoda billa aytayli. Naxshimizning avji xuddi 30 yil burun NASA hamma millatlarning tilidagi salom berishni bildiradigan so'zlar ko'chirilgan plastinka silingan safarchi nomliq olam kemisidagi ovozlardek yer sharidan halqib olam bo'shlig'ida, hatto million nur yili uzoqlikdagi koinotga tarab ketsin. Yana bir qitim qani do'stim, surib davron, jahonga yangrat naxshangni. Torontoda ko'rishayli.